Mana bu kelib chiqishi asli amerikalik yahudiy bo'lgan doktor Mark Perlmutter G'azoda insonparvarlik yordami uchun borib xizmat qilgan jarrohning so'zlarini eshitamiz. Men G'azoda insonparvarlik yordami asosida yurganimda ba'zi bir hududlar ommaviy qabrlarga aylantirilganini hamda isroillik askarlar buldozer bilan 2 yosh bolani ommaviy qabrga surib tashlashganini ko'rganlar haqida gapirib berishgandi. Ularga ko'ra, bolalar tiriklayin ko'milayotgan vaqtda bolalarning yig'ilari ustilariga tashlanayotgan tuproq orasidan eshitilib turgan bo'lgan. Keyinchalik jasadlar qazib olinganida xuddi shu qizil va yashil kiyimdagi bolalarning qo'llari orqasiga qilib bog'langan ekanligi aniqlangan. Bu kabi vahshiyona va aqlga sig'mas harakatlar faqatgina oldindan rejalangan insonlar tug'ilishlari bilan ularga singdirilgan nafrat asosida bo'lishi mumkin xolos, degan asli amerikalik yahudiylardan bo'lgan jarroh Mark Perlmutter.